Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanal muxlislari. Bugungi darsimizda xohlagan Word faylini PDF faylga o'tkazishni o'rganamiz. Buning uchun bizga Word fayl kerak bo'ladi. Ekrandagi xohlagan Word faylni olamiz, ochamiz. Mana bizga Word fayl. Shu Word faylni PDF ga aylantirish uchun fayl menusiga kirib Export tugmasini bosamiz. Mana bu joyda Sozdат PDF degan joy bor. Mana shu tugmachani bir marta bosamiz. Ya'ni so'rayapti bizdan qayerga saqlay deb so'rayapti. Mana bu yerda lokalniy disk sening пользователь, ya'ni рабочий stol, ish stolga saqlash taklif qilyapti. Sizlar xohlagan joylaringizga saqlab olishlaring mumkin. Hozir biz рабочий stolga saqlaymiz. Applikovать tugmasini bosamiz. Опубликовать tugmasini bosamiz. Shusti yana bor deyapti. Biz almashtiraymi deyapti. Ha deymiz. Ishlatilayotgan ekan. 2 deb saqlaylik. Опубликоватni yana bosamiz bir marta. Ikkinchi marta saqlab. Boyagi faylimiz mana PDF faylga o'tdi. Deb qo'ygan faylimiz mana. Video darsni tomosha qilganlar uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.